Yerga gigant kometa yaqinlashayotgani haqida xabar tarqaldi. Bu oddiy kometa emas. Insoniyat bunaqa kometani 3-marta ko'rmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Siz hozir Atlas TV kanalidasiz. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Astronomlar yaqinda 3i Atlas deb nomlangan kometani aniqlashdi. Bu kometa Quyosh sistemasidan tashqaridan kirib kelgan va hozir 130 ming kilometr tezlikda biz tomon harakatlanmoqda. Ammo vahima qilishga hojat yo'q. NASA va Yevropa kosmik agentligi ma'lumotiga ko'ra, u Yerga taxminan 270 million kilometr masofadan o'tadi. Ya'ni bu xavfsiz masofa. Bu hodisa insoniyat tarixida 3-bor sodir bo'layotgan voqea bo'lib, olimlar uni teleskoplar orqali kuzatishmoqda. Ba'zi saytlar kometa Yerga uriladi deb yozishgan bo'lsa ham, bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu faqat sensatsion xabar. Siz qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosing, bu bizni yanada ko'proq yangilik tayyorlashga undaydi. Kanalga obuna bo'ling, yangi kosmik sirlar va kutilmagan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling.